Bu sizlarga motivatsiya edi lekin chat. Okay, YouTube akkauntimni red qilib bering. 50 ta bo'lsa ham stream boshlayman, xudo xolasa. Jigarim, hali sizni hech kim tanimaydigan holatingizga stream qilib nima qilasiz? Hech kim ko'rmasa sizni. Stream yo'qdi degan streamer bo'ldi degan emas-ku. Sizlar nega shu narsani tushunmaysizlar? Даже 50 ta obunachingiz yo'qda, u 50 ta obunachini ham nechtasini o'zingiz bosgansiz, o'zingizga o'zingiz. Podpiska. Shu holatingizga stream qilmoqchisiz. Streamni qachonki sizlarni kimdir ko'rishiga ko'zlaring yetsa, yoqish kerak-da. Birinchi video qo'yish kerak, video, content, shorts video qilinglar, katta video qilinglar, bilmadim, qo'shiq aytib, klip qilib YouTube'ga joylanglar. Keyin stream yoqsalaring kimdir ko'radi. Shunchaki 4 ta 5 ta obunachini unga yalinib, bunga yalinib, odam yig'ib keyin stream yoqsam, vashi ko'tarilib ketaman, Aslanboy bo'laman, senator 2 bo'laman deb o'ylasalaring, shunchaki xom xayol ko'rib o'tirgan bo'lasizlar, tush ko'rayotgan bo'lasizlar. Bunaqa joyga video qo'yib yuborish kerak. Uyg'on, prinsessa deydi-ku. Uyg'on. Obunachini birovdan yalinib to'planmaydi-da, obunachini video qilinadi, kontent qilinadi, mehnat qilinadi, obunachi keladi.